bugün bir maza qilayotganimizda. Jin deyapti, jin ne? Mana chiroqdan ye. Ketir qani. Dada, shamchiroqni bitta ish qilaganim ichidan qilib chiqib keldi. Yo'q, bacham, bu yoq salarkan. Idishidanmi, yo unitaz bachokdanmi chiqqanga o'xshay ekanlar. Assalomu alaykum. Ya bila bu gapiradiganmi bu? Nima qilibdi bu? Birinchi tilagim davcha terib beribmi? Nima? Davcha. Davchani pishirib yeysanmi? Sakallang bo'lma, jin bo'lsa bu normal tilak. Mana tushundim dada, aybimni tushundim men. O'zim zakonni to'g'rilayman o'zim. To'g'rila. Apa bir tuzam tashkil qiling, o'tirib yeymizda. Hozir olib kelaman. Mana ay bu diyona desam jini undan batar diyona. Adima og'zimga tashanqani. Mana jin bo'lsa agar bu yo'q. Mana zakonni narsa aylansin qani, ha? Aylansin. Jonim, jinim, o'zimni. Zakonni tilaklarim moda. Ola ketishing qani? Rahmat aylanay. Biz zakasini o'zingiz olib kelasiz, ha? Ay, rahmat. Dada, uyatdingizmi? Yo'q. Moshina aytgansan. Yo'q. Bir teda pul aytdingizmi? Yo'q. Nima aytdingiz qani? Senga uka aytdim. Yo. Dada, o'zi apan qo'pardingiz-ku. Xuddi shunday meni ham qo'pardi. Undan neyim yo'q bir kunga kim Мои кайф заработан потом и кровью.